Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu Telegram botni Pythonda yasaymiz. Xo'p, start beramiz. Bu bot nima qila oladi? Bu bot tekstni audioga o'zgartirib beradi. Ya'ni tekst jo'natasiz, u sizga ana shu tekstni audio shaklini qaytarib beradi. Xo'p, keling mana shu tekstni jo'natamiz. Jo'natib ko'ramiz. Recording a voice message. Biroz kutamiz. Ko'ryapsiz? Mana sizning matningiz audio shaklda. Keling eshitib ko'ramiz. Menga xabar yuboring, men uni audio shaklga aylantirib beraman. Xuddi mana shu botni mana shu darslikda yasaymiz. Keling, mana boshqacha. Misol uchun salom. Salom, qandaysiz? deb jo'natib ko'raman ko'zingiz oldida. Kutamiz. Mana audio keldi. Salom, qandaysiz? Xuddi shu botni mana shu darslikda birgalikda yasaymiz. Xudo xolasa, video darsligi oxirida mana shu bot sizni qo'lingizda bo'ladi. Birinchi navbatda biz Telegramga kirib yangi bot yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Yangi bot yaratish uchun siz Telegramda qidiruv joyitiga bosib bot father deb qidirasiz. Mana shu so'zni yozib qidirganingizda birinchida turgan mana bu bot father bizni, ya'ni bot yaratuvchi botimiz chiqib keladi. Bu Telegram tomonidan berilgan ota bot desak bo'ladi. Xo'p, endi bu botga kirganingizda start tugmasi bor. Bu start tugmasini bosasiz va sizga bir qancha komandalarni ro'yxatini beradi. Mana birinchida turgan new bot komandasini biz ishlatamiz. Mana shu komandaga bosishingiz mumkin yoki bu yoqda o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi. Ya'ni mana bu belgi bilan new bot deb yozamiz va mana shu komandani jo'natsangiz, sizdan birinchi beradigan savoli botingizni nomini nima deb atamoqchisiz? Ya'ni qanday nom bilan qanday nom bermoqchisiz botga? Shuni so'raydi. Xo'p, aytaylik, Python bot deb nom beraman men. Jo'nataman buni. Endi aytyapti, good, now let's choose a username for your bot. Ya'ni sizning botingizga foydalanuvchi nom tanlash kerak. Bu endi boshqa botlarning nomiga o'xshamagan bo'lishi kerak, ya'ni takrorlanmasi bo'lishi kerak va oxiri bot so'zi bilan tugashi kerak. Demak, mana shunaqa nom beramiz. Xo'p. Misol uchun aytishim mumkin, my Python aytaylik 001 bot deb nom beraman va buni jo'natamiz. Xo'p, bu mana agar mabodo siz bergan nom ham allaqachon olingan bo'lsa, unaqa bot bo'lsa, xuddi shunaqa xabar beradi. Ruschada bo'lsa biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Endi bu yerda aytyapti, sorry, this username is already taken. Ya'ni bu nom allaqachon olingan, boshqa nom tanlang deyapti. Xo'p, endi boshqacharoq nom berib ko'ramiz. Misol uchun my pybot 002 yo'q, my py 002 bot deylik, oxirini bot bilan tugatamiz. Jo'natib ko'ramiz qani. Xo'p, mana bizning botimiz yaratildi. Agar siz bergan nom allaqachon ana shu nom bilan bot bo'lmasa, xuddi shunaqa xabar chiqadi va bu yerda sizga ana shu botingizni silkasi va pastida mana bu uzun raqam va harflar mana shu bizga kerak bo'ladigan token hisoblanadi. Mana shu token orqali biz o'zimizni Python kodimizda shu botga har xil xabarlar jo'natsak bo'ladi. Ya'ni mana shu botni boshqarishimiz mumkin ana shu token orqali. Mana shu tokenni bu yerda bot fazerda turadi. Eslab qoling yoki biror joyga saqlanib qilib qo'ying. Hozir men buni mana shu joyda turibdi. Mana kopirovat qilib qo'ydim. Botni ochib olamiz avval. Botni ochsak, mana bunaqa holatda turadi. Hop, start tugmasi bilan turadi. Start tugmasini bossangiz, hech nima hozircha ishlamaydi. Sabab bu botimizni backendda hech nima qilmayapti. Ya'ni biz bu botga backend ulashimiz kerak bo'ladi. Hozirda bu bot hech nima qilmaydi. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz terminalni ochib olamiz. Hop, men iTormdan foydalanganim uchun meni terminalimni ko'rishni bunaqa. Siz mabodo aytaylik macOS foydalanuvchisi bo'lsangiz, macOSning o'zini terminali yoki Windows foydalanuvchisi bo'lsangiz, Windowsning o'zini terminali bo'ladi, default terminali yoki PowerShelldan foydalanishingiz mumkin. Xullas, terminalni ochasiz. Terminalni ochganingizda ozgina katta qilib olaman buni. Xo'p, bu yerda birinchi navbatda men ana shu proyektni yaratadigan joyimga o'tib olaman. Shu proyektni qayerda yaratmoqchiman? Ana shu joyga o'taman. Hop, desktop, рабочий stol yaratmoqchiman. Shu yerga o'tamiz. Xohlagan joyingizga yaratishingiz mumkin. Bu yerda make dir komandasidan foydalanib, ya'ni papka yaratadigan komanda bu, make directory va papkaning nomini beraman. Mana shu holatda Python aytaylik Telegram bot deb nom berdim bu papkaga. Xohlagan nomingizni berishingiz mumkin va bu papkani yaratamiz. Endi ana shu papkaga o'tib olamiz. Python Telegram bot. Ana shu papkaning ichida turganimda code dot, ya'ni nuqtadan foydalanib, code nuqta
buni enter bosganimda mana shuni VS Code'da ochib beradi menga. Ya'ni VS Code mana o'sha kod yozadigan programmam. Agar mabodo siz VS Code'ni ishlatmasangiz yoki bunaqa terminaldan foydalanish sizga noqulay bo'lsa, buni o'chiramiz. Boshqatdan sizga osonroq ikkinchi yo'nalishni ko'rsatib beraman. Hop, buni chekkaga surib turamiz. Mana yaratgan papkam rабочий stolda turibdi. O'chirib tashladim buni. Mana shu joyda yangi papka yarataman. Papkaning nomini o'sha boyagidek Python Telegram bot deb nom berdim. Mana ko'ryapsiz. Xohlagan nomingizni berishingiz mumkin. Endi siz o'zingiz kod yozadigan programmangizni ochib oling. PyCharmmi, VS Code'mi yoki Atommi, qaysi bir bo'lsa ham. Mana men VS Code'ni ochdim. VS Code'ni ochganimda, xohlasangiz o'sha open yoki открыть degan tugmachasi bor. Ana shu tugmachani bosganingizda papkangiz qayerda bo'lsa, o'sha papkani tanlab ochishingiz mumkin. Menda juda ko'p papka bo'lgani uchun osonroq yo'lda qilamiz. Yoki bu yoqda file qismida tepada bo'lishi mumkin. Sizni o'zingizni kod yozadigan programmangizga qarab, ya'ni open folder deyapti. Buni o'rniga eng oson yo'li, buni kichikroq qilamizda. Mana Python Telegram bot papkamiz turibdi. Shu papkani shundoq programma ustiga tashlasak, o'zi avtomatik ravishda ana shu papkani ochib beradi. Xo'p, biz keraksiz bo'lgan buni yopamiz. Hop, mana buni ham yopib qo'yamiz. Yopdik. Mana bizda hozirda ana shu Python Telegram bot papkamizda turibmiz va uni ichi bo'sh. Buning ichiga bitta Python fayl yaratib olaylik. Avval nomini main.py deb beraman. Mana ko'rdingiz, bu yerda demak Python faylimiz yaratildi. Hozircha bo'sh. Buning ichiga keyin kod yozamiz. Birinchi navbatda biz virtual environment yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Virtual environment nimaga kerak? Virtual environment oddiy qilib aytganda, siz o'sha package yoki library'ni kompyuteringizga global ravishda o'rnatmaysiz, balki ana shu virtual environmentni ichiga o'rnatasizda, shu proyektni o'zi bilan bo'ladi. Mana shu tarafdan qulay. Sizda agar o'sha bir xil package yoki library'ni bir xil boshqacharoq versiyalari bo'lsa, bir-biri bilan to'qnashib muammo bo'lmaydi. Xullas, shu yerga biz o'rnatamiz va xohlagan paytimiz o'chirib tashlashimiz mumkin. Endi buning uchun terminalni ochamiz. Men VS Code'ni o'zim terminaldan foydalanyapman. Mana Python Telegram bot papkasining ichida turibman. Yoki xohlasangiz o'sha o'zingizni terminalingizni ochib, ana shu yaratgan ana shu papkani ichiga borib olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'sha cd hop Python Telegram bot mana xuddi mana shu joyda. Mana kattaroq qiladigan bo'lsam, Python Telegram botni ichida turibman va buni ichida xohlagan komandalarimni yozishim mumkin. Endi buni o'chiramiz. Mana xuddi o'sha joy, Python Telegram bot. Ana shu papkani ichida turibman. Bu yerda endi virtual environment yaratish uchun Python chiziqcha m dan foydalanamiz. Hop, venv va papkani nomi venv bo'ladi. Ya'ni virtual environment bo'lgani uchun qisqacha venv deb berdim. Enterni bosaman va ozgina kutsak, mana ko'rdingiz, chap tarafimizda virtual environment yaratildi. Mana shunga o'xshagan turli xil papka va fayllar yaratiladi sizni proyektingizning ichida. Sizni platformangizga qarab ichidagilar biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun menda macOS bo'lgani uchun xuddi shunaqa papka va fayllar bor. Agar Windows bo'lsa, biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz bu yaratildi. Endi biz buni aktivlashtirishimiz kerak. Ya'ni ichiga kirib olib, buni aktiv holatga keltirsak, faollashtirsak, ana shunda biz ichiga package va librarylarni o'rnatishimiz mumkin. Hop, buning uchun endi siz agar macOS yoki Linux foydalanuvchisi bo'lsangiz, ishlatishingiz mumkin. Hop, source venv bin activate degan mana shu komandadan foydalansangiz, Linux yoki macOS da bo'lsangiz, shuni bosib enterni bosganingizda avtomatik ravishda mana shu venv virtual environment aktivlashtiriladi. Agar mabodo siz Windows foydalanuvchisi bo'lsangiz, komandani ko'rinishi sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni buni o'chiramiz. Hozir men sizga o'sha komandani Windowsdagi ko'rinishini ham ko'rsatib beraman. Buning uchun yozasiz venv o'sha papkamizning nomi va ichida scripts degani bor va uni ichida o'sha activate deganini bosib, mana shuni enterni bosganingizda bu Windows foydalanuvchisi bo'lsangiz, Windowsda mana shu holatda aktivlashtirishingiz mumkin, ya'ni ana shu yaratgan virtual environmentingizni. Endi men macOS foydalanuvchisi bo'lganim uchun bu Windows nikidan emas, o'zimizni o'sha boya birinchi yozib o'tgan source venv bin activate dan foydalanib
enterni bosganimda mana ko'rdingiz, xuddi shunaqa holatga keladi. Mana Vanv base bo'lyapti, bu yog'i Telegram bot. Mana shuni ichida turibmiz. Endi bu yerga biz o'zimizga kerak bo'ladigan package yoki librarylarni o'rnatib olishimiz mumkin. Library yoki package o'rnatish uchun pip komandasidan foydalanamiz. Pip install. Birinchi bizga kerak bo'ladigani Python Telegram bot kerak bo'ladi. Va ikkinchisi joy tashlab yozamiz. Bitta joy tashladim. Python Telegram botdan keyingi kerak bo'ladigani bizga Python .env kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak? Bu bizga o'sha environment variable'larni yaratib, o'zimizni operativ sistemamizga o'rnatib, ana shundan foydalanish uchun kerak bo'ladi. Hozir buni ishlatadigan joyimizni ko'rasiz. Python.env va oxirgisi bizga kerak bo'ladigani o'sha tekstni audioga o'zgartirish uchun Edge TTS dan foydalanamiz. Bu Microsoftni o'sha package hisoblanadi. Endi enterni bosganimda mana shu environmentga shu packagelarni o'rnatadi. Bosamiz, ozgina kutamiz, biroz vaqt oladi va ozgina kutganimizda bizga ana shu packagelar hammasi o'rnadi. Mana ko'rib turibsiz, oxirida hech qanaqa muammolarsiz o'rnadi. Endi hozircha biz terminalni ozgina kichkina qilib tushirib qo'yamiz pastga. Terminal kerak emas. Python papkamiz ochamiz va buning ichiga kod yozishdan oldin bitta narsa qoldi. Buning uchun boyaga bitta .env degan package o'rnatdik. Ana shuni foydalanish vaqti keldi. .env degan fayl yaratamiz. Mana buni ichida biz environment variable'larni yozishimiz mumkin. Bu environment variable'lar nimaga kerak bizga? Bu ana shu environment variable'larni kodimizning ichiga to'g'ridan-to'g'ri har xil keylar bo'ladi. Muhim, ya'ni security, xavfsizlik jihatdan birovga ko'rsatmaslik kerak bo'lgan yoki sizni source kodingiz ichida yozilmasligi kerak bo'lgan har xil keylar bo'ladi. Ana shu keylarni mana shuni ichiga foydalanib, mana shu papkani ichiga qo'yib, shu papkani ichidan to'g'ridan-to'g'ri o'zimizni kompyuterimizga o'rnatib, kompyuterning ichidan, ya'ni kompyuterning o'zini environmentidan foydalanishimiz mumkin. Ana shunga bizga oxir o'rnatgan mana pastda turgan python.env degan packagimiz yordam beradi. Endi mana boyagi Telegramimizdagi yaratgan botimizni ochib, mana bu yerda tokeni bor-da, boyagi saqlanib qilib qo'ying degan narsam. Orqaga qaytamanda, mana ko'ryapsiz, mana bot fatherda turibdi. Ana shu joydan olasiz hozirgina. Mana copyrovat qilamiz. Xo'p, qani copy selected text, mana copyrovat qildim. Xuddi shuni tokenni copyrovat qildim. Bizga mana shu kerak bo'ladi hozir. Endi bu yerga kelamanda nom beraman. Bot aytaylik token deb nom berib, endi bu yerni teng qilamizda, equal to mana bu tokenga. Ya'ni mana shu bot token, mana shu variable, mana shu nom orqali biz shu tokendan foydalanishimiz mumkin. Endi buni saqlanib qilib, buni yopib qo'yamiz. Bu faylni biror joyga yuklamang yoki biror kimga ko'rsatmang. Chunki kimki mana shu tokenga egalik qila olsa, mana sizga hozir ko'rsatib turaman. Sababi bu videoni ishlab bo'lgandan keyin men buni o'chirib tashlayman. Ya'ni mana shu botni butunlay o'chirib tashlayman. Chunki hozir bu bot shu holatda turadigan bo'lsa, bu botni liboy odam foydalanishi mumkin. Ya'ni boshqarishi mumkin mana shu token orqali. Shuning uchun buni birovga ko'rsatmang yoki GitHubga, GitLab shunaqa version control sistemalarga, platformalarga yuklamang buni. Bu xullas o'zingizda xavfsiz holatda turishi kerak. O'chirdim buni. Mana endi buni sizga ko'rsatishim shart emas, xohlagan paytim o'chirib tashlashim mumkin. Endi asosiy kod qismimizga o'tamiz. main.py faylimizga o'tamiz va bu yerda biz o'rnatgan modullarimizni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu faylni ichida foydalana olishlik uchun. Xo'p, import deymiz. Birinchi navbatda bizga kerak OS. Mabodo mana bu OS sizda agar tagida bir chiziqcha bilan yoki o'sha boshqacha rang bilan o'rnatilmagan deb tursa, unaqa holatda o'sha terminalga kelasiz. Terminalni ochib, shu proyektingizning papkasining ichida xuddi boya biz pip install deb turib o'sha package yoki modul nomini yozganimizdek, mana OS deb bo'lsa, OS deb yozib enterni bossangiz, mana shu modulni o'zi o'rnatib ketaveradi. Mabodo bilmaydiganlar uchun eslatma sifatida aytib qo'ydim. Endi OS bizga nimaga kerak? Bu OS bizning operativ sistemamiz bilan, mana shu kompyuterimiz bilan Python kodimiz birgalikda ishlash uchun yordam beradigan modul hisoblanadi. Xo'p, keyingisi. Endi bizga kerak from, keling mana shu Copilotni o'chirib qo'yay GitHubdan, chunki bizga ko'p narsada xalaqit qilishi mumkin. Mana bir qancha vaqtga o'chirib qo'ydim. Bo'ldi. Bizga kod so'zlashlarni bermaydi shunda. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladigani from.env
mana shu modulni ham o'rnatdik. Shu moduldan bizga faqatgina kerak bo'ladi load.env degan metodi bor. Ana shu metod bizga kerak bo'ladi. Mana shu funksiyasini o'zini ishlatamiz. Load.env. Bu mana shu load.env bizga aynan mana bu .env deb yozgan faylimizning ichidagi tokenimizni o'qish uchun yordam beradi. Xo'p. Keyingisi, endi mana Telegram botimiz bilan ishlashda yordam beradigan modullarni import qilamiz. Birinchi navbatda bizga kerak, xo'p, Telegram modulimiz dan import qilamiz update degan klassini. Bu update nimaga kerak bizga? Bu update bizga ana shu chatni ichida bo'layotgan o'zgarishlarni o'qish uchun yoki ana shu o'zgarishlarga o'zimizni o'zgartirishimizni kiritishimiz uchun yordam beradigan klass hisoblanadi. Xo'p, undan keyingisi endi Telegramda, ya'ni Telegram mana bu modulimizni .xt telegram.xt bundan bizga kerak bo'ladi. Import qiladik. Bir qancha ko'proq klasslarni import qilamiz. Shuning uchun qavsni ochib, yopib, ichida biz modullarimizni nomini yozishimiz mumkin. Xo'p. Birinchi bizga kerak bo'ladigani application degani bor. Application kerak bo'ladi. Xo'p, bularni hammasini sekin-sekin kod yozganda bitta-bitta ko'ramiz nimaga kerakligini. Xo'p, keyingisi command handler kerak bo'ladi. Va undan keyingisi message handler kerak bo'ladi. O'zi nomini agar ingliz tilini bilsangiz, nomidan ham bular nima qilishi anchagina aniq. Xo'p, keyingisi context types bor. Bu o'sha context uchun ishlatamiz va oxirgi bizga kerak bo'ladigan endi filterslar bor. Ya'ni o'sha komandalarni yoki xabarlarni filtr qilish uchun ishlatamiz buni. Endi oxirgisi mana bu HTTPS, ya'ni o'sha tekstni audioga o'girish uchun ishlatiladigan modulimizni ham import qilib olamiz. Buning uchun import deymiz. Nomi nima edi? HTTPS. Ana shuni import qilib olamiz. Mana importlarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Buni saqlanib qilamiz. Endi bot tokenimizdan foydalanib bot bilan aloqa o'rnatamiz. Xo'p, buning uchun biz birinchi navbatda o'sha biz boya o'rnatgan .env dan load.env metodimizni chaqiramiz va bu bizga nimaga kerak bo'ladi? Bu aynan variablelarni, ya'ni .env ichidagi variablelarni yuklab olish uchun kerak bo'ladi. Load variables deylik, variables from .env nom qo'yib qo'ydim shunchaki. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz buni variablelarimizni yuklab olgandan keyin endi biz ana shu variabledan foydalanamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi. Xo'p, bot token. Faqatgina bizda mana shu variable bor hozircha. Buni teng deymiz. Ana endi OS modulimizdan foydalanamiz. OS ana shu kompyuterimiz, operating sistemamizni ichidagi fayllarni o'qish uchun yordam beradi deb aytdim boya. Endi o'sha get.env degan buni metodi bor, ya'ni ana shu yo'q, chiziqchasi yo'q-ku buni. Mana bu holatda env mana shu funksiyasi bizga aynan mana bu tepadagi chiziqda variablelarni yuklab olganimizdan keyin endi o'sha variableimizni nomi bilan o'qishi mumkin. Xo'p, nomi nima edi? Nomi xo'p bot token. Endi bitta ochib ko'ramiz faylni. Mana bu bot token. Ya'ni mana shu nom bilan, variable nomi bilan siz bu yerda yozganingiz bir xil bo'lishi kerak. Bot token. Mana buni hozir bot tokenni oldikda, xuddi bot tokenni mana bu ichidagi mana shu bot tokenimiz mana bu bot tokenida turibdi. Xullas, mana shunidan foydalanganimizda, bu variabledan foydalangan vaqtimizda har safar shu variablening valuesi mana bu tokenga teng bo'ladi. Xo'p, mana endi buni oldik. Endi qiladigan ishimiz, keling birinchi navbatda botga start berilganda nimani foydalanuvchiga ko'rsatamiz. Ana shuni, ana shu funksiyamizni yaratib olaylik. Tezroq birinchi botimiz bilan aloqani o'rnatamiz shunda. Xo'p, buning uchun async funksiyondan foydalanamiz, chunki bu funksiya, ya'ni start berish va orasida kutish, mana shu holatlar vaqt olgani uchun asyncdan foydalanamiz. Bu future method hisoblanadi. Def deymiz va start deb nom beramiz bu funksiyaga. Endi bizga bu startimiz ikkita argumentni qabul qiladi. Update bittasi bo'ladi. Bu o'sha tepadagi update klassimiz type bilan bir xil bo'ladi va keyingisi context bo'ladi. Context tepada esingizda bo'lsa context types degan klassni import qildik. Ana shundan foydalanamiz. Mana shu ikkita argument bizga kerak bo'ladi bu yerda. Xo'p, va pastiga tushamiz.
Endi qiladigan ishimiz botga start berilgan paytda birinchi xush kelibsiz yoki assalomu alaykum degan shunga o'xshagan biror bir narsa yozib foydalanuvchini kutib olamiz. Ya'ni botimiz nima qila olish haqida ozgina yozib ko'rsatsak bo'ladi foydalanuvchiga. Xullas, bu o'sha xush kelibsiz degan xabar bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda keling foydalanuvchini ismini, foydalanuvchi botga start berganda foydalanuvchini ismini olishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun aytaylik user variable degan variable yaratamiz, username degan. Va bizga mana bu update dan foydalanishimiz mumkin. Mana shu update bizga chatning ichidagi barcha ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Update nuqta deymiz. Effective user mana bu biz aynan ana shu botdan foydalanayotgan foydalanuvchi bo'ladi ayni vaqtda. Xo'p, endi biz olishimiz mumkin first name degani bor. Ya'ni first name ismi. Mana shu foydalanuvchining ismi bo'ladi. Pastiga tushaman va endi kutamiz. Foydalanuvchi ya'ni botga start berdi. Endi biz ana shu startni berganda unga foydalanuvchiga biz biror bir xabar jo'natishimiz kerak. Buning uchun yana update dan foydalanamiz. Chunki bu ana shu chatni kontrol qilishga yordam beradigan klass hisoblanadi. Update nuqta deymiz. Effective user emas, balki endi biz message dan foydalanamiz. Chunki xabar jo'natmoqchimiz. Message. Undan keyin reply text deymiz. Chunki faqatgina bu yerda text jo'natmoqchiman men. Reply text. Va ichida endi yozishimiz mumkin. Xo'p, pastga tushib olaylik, keling. F dan foydalanamiz chunki ichiga buni variable ham qo'ymoqchiman. Variable'ni valuesini men bu username'ni qo'ymoqchiman. Shuning uchun F ni stringni oldiga qo'ydim. Endi aytaylik assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum deymiz va foydalanuvchining ismini qo'shishimiz mumkin. Foydalanuvchining ismini tepada username deb qo'ydik. Ana shundan foydalanamiz. Assalomu alaykum. Va keyingi qiladiganimiz aytaylik nima deyishimiz mumkin? Men Python botman nuqta, yana aytishimiz mumkin. Menga text xabar yuboring va men audio xabarga o'zgartirib beraman deyishimiz mumkin. O'zgartirib beraman. Buni saqlanib qilamiz. Bu demak botga start berilganda mana shu xabar bilan foydalanuvchini kutib olamiz. Mana endi biz main funksiyamizni yaratib olishimiz mumkin. Ya'ni bu main funksiyamiz bizga nima kerak? Hozir mana bitta start funksiya yaratdik. Bu funksiyamiz o'sha faqatgina start botga start berilganini o'zidagina ishlasa, biz yana boshqa funksiyalarni qo'shib boramiz. Shuning uchun keling boshidan main funksiyamizni yaratib olaylik. Ana shu main funksiyaning ichida boshqa barcha funksiyalarimizni chaqirishimiz mumkin. Xo'p, birinchi navbatda def deymiz, buni nomini main deb ataymiz, main. Va hop keling, mana bu yana ishlab qopti. GitHubni Copilot'i buni biroz vaqtga o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Mana endi qiladigan ishimiz birinchi navbatda mana yuqoridagi bot tokenimiz turibdi. Mana shu bot token mavjudmi, mavjud emasmi bunisini tekshirib olamiz doim birinchi navbatda. Chunki Telegram botimiz bilan aloqa o'rnatish mana shu tokenga bog'liq. Aks holda bu ya'ni aloqamiz hech qachon o'rnatilmaydi. Shuning uchun doim birinchi navbatda tekshiramiz bot token bormi yo'qmi. If not bot token, agar yo'q bo'lsa, biz ana shu yo'qligini konsolga ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga debug qilish uchun. Value errorni raise qilamiz. Bu yerda aytishimiz mumkin bot token topilmadi. Nuqta env faylga uni qo'shing deb qo'yaylik, qisqacha qilib. Uni qo'shing. Xo'p, bu bo'ldi. Agarda mana bu bot tokenimiz topilmasa, mana shu xabar konsolda chiqadi, ya'ni o'zimiz uchun. Bu Telegram botda chiqmaydi aytgancha, buni aytib qo'yay. Endi qiladigan ishimiz, biz yuqorida esingizda bo'lsa, hop, mana bu yoqda application degan klassni Telegram modulimizdan import qilgan edik. Ana shundan foydalanamiz hozir. Hop, bu yerda app deb variable yaratamiz va ana shu applicationni olamiz. Application klassimizda hop builder degan metod bor. Bu builder metodiga biz tokenni uzatishimiz kerak bo'ladi. Token degan mana bu metoddan foydalanib, ana shu bot tokenni uzatamiz va bot tokenni uzatib, orqasidan biz build metodni chaqirishimiz mumkin. Mana shu build metod bizga
applicationimizni miyasini ishga tushirishga yordam beradi. Endi mana miyasi tayyor bizga. Buni bemalol application ishlatishimiz mumkin. App deymizda endi qiladigan ishimiz add handler degani bor. Add handler degan funksiyasiga biz o'zimizga kerak bo'lgan handler classni bunga uzatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga birinchi navbatda command handler kerak bo'ladi, chunki biz birinchi botga ishga tushganda komanda jo'natiladi, ya'ni start komandasi. Shuning uchun command handlerdan foydalanyapmiz. Nomini start dedik. Odatdan botlarda shunaqa start deyiladi, biz ham start deymiz. Va command handlerning ikkinchi argumenti, birinchi argumenti sizni komandangiz nomi bo'lsa, ikkinchi argumenti sizni funksiyangiz, callback function deydi, ana shu funksiyani berishingiz kerak bo'ladi. Buni nomi biz tepada yaratgan start funksiyamiz. Ya'ni mana bu komanda, start komandasini berilganda, mana bu start funksiyasini, tepadagi funksiyani ishga tushiradi va bu bizga o'sha xabarni chatni ichiga jo'natadi, ya'ni birinchi xabarni start berilishi bilan. Xo'p, bu tushunarli. Endi qiladigan ishimiz, keling bu yerda o'zimiz uchun print qilamizda bot ishlayapti deb konsolga ko'rsataylik. Bot ishga tushganda bot ishlayapti. 3 ta nuqta qo'yib qo'yaman. Ishlab turishini ko'rsatish uchun o'zimga. Xo'p, keyingisi endi appni bu doimiy ravishda mana shu, ya'ni chatni doimiy ravishda o'zgarishlarni kuzatib turish uchun, mana bu miyasi kuzatib turish uchun biz bitta funksiyani chaqirishimiz kerak. Uni nomi run polling deyiladi. Ya'ni mana shu run polling ana shu chatni doimiy ravishda aktiv holatda ichidagi o'zgarishlarni tekshirib turadi. Shuning uchun mana shundan foydalanyapman. Xo'p, buni saqlanib qilamiz va endi pastga tushamizda oxirgi qiladigan ishimiz, biz bu main funksiyani qachonki faylimiz, mana shu faylimiz ishga tushirilgandagina shu main funksiyani ishlatamiz biz ham. Xo'p, buning uchun past chiziqcha main deymizda, past chiziqcha. Endi aytamiz, o'sha main funksiyamizni chaqiramiz. Saqlanib qilamiz va keling bu yoqqa tushib terminalimizda bu faylimizni ishga tushiramiz. Python deymiz, main.py deb turib enterni bosganimda mana ko'ryapsiz, bot ishlayapti degan yozuv chiqdi. Ya'ni botimiz ishlayapti, mana bu printdan kelyapti bu. Xo'p, endi botni ochib ko'ramiz. Qani ishlayaptimi yo'qmi ochamiz. Bot fazirda mana esingizda bo'lsa, mana silkasi degandim. Shu silkasiga botga o'ting xullas. Mana birinchi marta start komandasini berganimizda hech nima chiqmagan, to'g'rimi? Endi yana bir marta start komandasini beramiz. Start doim komanda ana shu o'ng tarafga yotgan chiziqcha bilan beriladi. Start bosamiz. Kutamiz. Mana ko'ryapsiz, o'sha bot bilan aloqa o'rnatildi. Assalomu alaykum, admin, men Python botman. Menga text xabar yuboring va men audio xabarga o'zgartirib beraman. Hozircha albatta bu funksiyani qila olmaydi, chunki biz hali kodini yozmadik. Lekin mana bot bilan aloqani o'rnatib, botga start berganda mana shu yuqorida yozgan xabarimizni chatni ichida ko'rsatyapti. E'tibor bering, bu yerda assalomu alaykum admin deyapti. Sababi bu akkauntimning nomi admin, shuning uchun adminni chiqaryapti. Agar misol uchun sizning ismingiz aytaylik Ali bo'lsa, assalomu alaykum Ali, yoki ismingiz Tohir bo'lsa, assalomu alaykum Tohir deb turib, bu yog'i men Python botman va hokazolarni chiqarishi kerak bo'ladi. Xullas shunaqa. Mana bot bilan aloqa o'rnatildi. Endi keling yana bitta komanda qo'shamiz, ya'ni help komandasini qo'shamiz. Xo'p, help komandasi bizga, ya'ni yordam komandasi bizga qachonki foydalanuvchi help o'sha yordam komandasini jo'natganda qanaqa foydalanuvchi buyruqlarni, ya'ni komanda buyruq bo'ladi o'zbek tilida. O'sha buyruqlarni jo'natishi, ya'ni buyruqlardan foydalanish mumkinligini foydalanuvchiga ko'rsatamiz. Buning uchun biz oddiygina bitta yana async function qilamiz. Def function nomini aytaylik help command deyishimiz mumkin va update argumentini uzatamiz. Doimgidek, ya'ni qabul qiladi bu functionimiz. Type update bo'ladi va keyingisi context bo'ladi. Bu o'sha context type sifatida qabul qiladi. Xo'p, endi bu yerda biz shunchaki foydalanuvchiga textni help buyrug'ini jo'natganda textni ko'rsatsak bo'ldi foydalanuvchiga. Buning uchun await dan foydalanamiz va update ni olib, bu update dan message'larni olamizda. Xo'p, reply text funksiyasiga o'sha biz
jo'natmoqchi bo'lgan tekstimizni, ya'ni foydalanuvchiga ko'rsatmoqchi bo'lgan tekstimizni bu yerga yozamiz. Xo'p, birinchisi buyruqlar deylik. Buyruqlar, ya'ni foydalanuvchi berishi mumkin bo'lgan buyruqlar. Xo'p, line breakdan foydalanamiz, ya'ni chap tarafga qaragan chiziqcha bilan and, bu ya'ni keyingi chiziqqa, keyingi qatoriga o'tkazib yuboradi. Va pastidan yana bitta string ochamiz. Bu stringni start komandasi deymiz. Start komandasini bersa, demak, nima qiladi foydalanuvchi? Foydalanuvchi botni boshlashi mumkin. Botni boshlash deymiz buni. Va yana bitta chiziqni keyingi qatorga olamiz. Undan keyingisi help bo'ladi. Helpni ham oldiga o'ng tarafga qaragan chiziqchani qo'yib qo'yamiz, chunki bu komanda bo'lgani uchun. Xo'p, bu yordam bo'ladi. Foydalanuvchi mana shu komandadan, ya'ni buyruqdan foydalanib yordam olishi mumkin. Va oxirgisi, keling bunisida ikkita chiziq tashlaylik. Oxiriga qo'shimcha bitta tekst yozamiz. Ya'ni bunisi bot nima qila olishi haqida qisqacha yozib qo'yamiz. Text xabar yuboring. Text xabar yuboring. Men uni sizga audio shaklida qaytaraman. Mana saqlanib qilamiz buni. Pastga tushamiz. Xo'p, endi help komandamizni ham bu yoqda qo'shishimiz kerak mana bu yoqqa komandalar qatoriga. Xo'p, buning uchun yana appdan foydalanamiz va add handler deymiz. Handler bu ham komanda, ya'ni buyruq handler bo'lgani uchun command handlerdan foydalanamiz. Command handlerga birinchi navbatda help deb komandani nomini beramiz, chunki mana shu komanda biz, ya'ni botda foydalangan komandamiz shu help bo'ladi. Va keyingisi o'sha help command callback functionni bunga uzatamiz. Buni saqlanib qilamiz. Endi bitta botni o'chirib, ya'ni Ctrl Z dan foydalanib, xullas mana bu botni to'xtatamiz, yurayotgan, uni qaytadan ishga tushiramiz. Ya'ni python main.py. Mana bot ishlayapti. Endi botni ochamiz. Botni ochib ko'rganimizda mana botimiz turibdi. Xo'p, botga endi birinchi start komandamiz ishlayaptimi? Shuni ko'ramiz. Start komandamiz ishlayapti. Endi ikkinchi komandamiz help. Xo'p, mana help komandamiz ham ishlayapti. Ko'ryapsiz, mana buyruqlar, start, help, ikkita buyrug'imiz bor. Xohlasak mana shu buyruqlarga bosishimiz ham mumkin. Buyruqqa bossak, o'sha buyruqni avtomatik ravishda jo'natadi chatga va bizga javobi keladi mana. Endi nima bo'ladi? Siz boshqacha shunchaki tekst jo'natsangiz bunga. Aytaylik, salom desangiz nima bo'ladi? O'sha hech nima bo'lmaydi. Sabab biz bunaqa tekstni shunchaki komanda emas, oddiy tekstni bu yerda biz handle qilmaymiz. Ya'ni bunga birorta bizning logikamiz yozilmagan bu yoqda. Shuning uchun oddiy tekst jo'natishingiz hech qanday bir botdan javob olmaydi. Faqatgina start, helpdan foydalanishingiz mumkin komanda sifatida. Tekstni audioga aylantirish qismiga o'tishdan oldin, keling kodimizda qandaydir bir muammo chiqib qolsa, buni ham inobatga olaylik. Xo'p, buning uchun yana bitta funksiya yaratamiz. Buni nomini async def error handler deymiz. Ya'ni kodimizda biror bir muammo chiqsa, hozircha bot kelmasa, faqatgina o'zimizga konsolga birorta bir xabarni ko'rsatamiz. Xo'p, error handler deb nom beramiz bunga. Nomidagi bu update ni qabul qiladi argument sifatida va type update bo'ladi va keyingisi context bo'ladi. Xo'p, context va bunimiz context types bo'ladi. Xo'p, keling hozir mana shu joyda context typesni o'zi emas, balki context typesni default type bo'ladi. Ana shuniga teng qilaylik. Mana bu contekstni yuqorilarda ishlatmadik. Bularda birortasida ham bu contekstni ishlatmadik, lekin hozir ishlatamiz. Xo'p, tepadagilarni ham mana shunga o'zgartirib qo'yaman. Ya'ni nuqta default type. Default type bu o'sha xullas o'zini zavodskoy sozlamalar deymizmi? Ana shunisiga teng. Yuqoridagi buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Ishlatmaymiz bu yoqda, lekin mabodo sizga kerak bo'lib qolsa deb men buni ham qo'shib qo'ydim. Xo'p, endi bu yerda error handler funksiyamiz bor edi. Funksiyamizni ichida endi shunchaki biz ortiqcha narsa yozmaymiz, faqatgina print qilamizda. Aytaylik, xatolik yuz berdi deylik o'zbekchada. Xatolik yuz berdi. Endi bu yerda bundan foydalanamizda. Xatolik yuz berdi. Xatolik uchun kontekstdan foydalanamiz va kontekstni error qismini bu yerga chiqaramiz. Mabodo kodimizda nimadir muammo chiqsa, mana shu joyda o'sha muammo haqida ma'lumot, ya'ni konsolda chiqadi bu yoqda. Hop, buni saqlanib qilamiz. Hozircha botni boshqatdan, ya'ni o'chirib yoqishimiz shart emas, chunki xudo xolasa kodimiz hozircha yaxshi ishlayapti.
Mana endi kodimizni eng qiziq joyiga keldik. Keling bu yoqdagi mana bu sidebarni yopib qo'yamiz. Xo'p, yuqoriga chiqamanda endi bu yerda yana bitta yangi eng asosiy funksiyamizni yaratamiz. Ya'ni tekstni audioga o'girish logikamizni bu yerda yozamiz. Xo'p, async deymiz. Def buni nomini text to speech handler deylik buni nomini. Ya'ni tekstni o'sha speechga, ya'ni o'sha ovozli xabarga, ovozga o'zgartiradigan funksiya demoqchiman. Xo'p, endi bu ham yuqoridagi funksiyalar kabi update argumentini qabul qiladi, type update bo'ladi va kontekstimiz xuddi yuqoridagi kabi context types, default types bo'ladi bu. Ya'ni default type bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi mana logikamizni boshlaymiz. Xo'p, endi birinchi navbatda o'zimizga kerak bo'lgan variablelarni yaratib olaylik. Ya'ni kerakli valuelarni bu yerga variablega assign qilib olamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga user jo'natgan tekst kerak bo'ladi. Xo'p, user jo'natgan tekstni update orqali olishimiz mumkin. Update, xo'p, messages deymiz, ya'ni messagedan tekstni o'zini olishimiz mumkin. Mana bu demak foydalanuvchi jo'natgan xabar, tekst xabarni o'zi bo'ladi bu yerda. Keyingisi, xo'p, audio file name, ya'ni biz yaratadigan faylimizni, audio faylimizni nomini yaratib olamiz. Xo'p, audio file name deymiz buni. Audio file name. Xo'p, buni biz bu uchun, ya'ni bu takrorlanmas bo'lishi uchun, ya'ni unique bo'lishi uchun user ID dan foydalanamiz bu yerda. Voice deymiz. Xo'p, aytishimiz mumkin. Keling update dan user ID'sini olamiz. User ID'sini olish uchun effective user olib, effective userdan ID'sini olishimiz mumkin. Va oxirgi mp3 deymiz. Ya'ni bu o'sha audio mp3 fayl bo'lgani uchun mp3 fayl deyapmiz. Xo'p, bu fayl name bo'ladi. Ya'ni biz o'sha tekstdan audio olamiz, ana shu olingan audioni nomi mana shunga teng bo'ladi. Ya'ni userning ID'si va mana bu voice.mp3 bo'ladi. Xo'p, keyingisi, endi biz o'sha text to speech ni modelini nomini, ID'sini tanlab olamiz. Xo'p, bu uchun Uzbek voice deyman, chunki o'zbekcha nima deydi? O'zbekcha text to speech modelidan foydalanyapman. Buni ID'si uz, xo'p, nima edi? Ya'ni katta uz, keyin adashmasam, Madina neural bo'lish kerak. Neural. Shunaqa bo'lish kerak. Mana shu modelimizni nomi bo'ladi. Va keyingisi await qilamiz. Await context. Endi mana biz bu yerda kontekstni ishlatamiz. Context deymiz, bot deymiz. Endi bot audioni jo'natayotgan vaqtda, ya'ni mana shu tekstdan audioni ajratib, audio yaratib olguncha biz foydalanuvchiga xuddiki foydalanuvchi, ya'ni bot audio jo'natyapti degan haligi bitta belgini chiqarib ko'rsatib turishimiz kerak. Kimdir sizga misol uchun ovozli xabar jo'natsa, ovozli xabar yozayotgani haqida belgi turadi-yu. Xuddi shunaqa belgini biz ham foydalanuvchiga mana shu botda ko'rsatamiz. Uning uchun demak kontekstni olamiz, botni olib, botdan biz send chat action, ya'ni send chat action degan narsa bor. Turli xil actionlarni jo'natishimiz mumkin. Birinchi navbatda chat ID bizga kerak bo'ladi. Chat ID ga xo'p, foydalanuvchining ID'sini olishimiz mumkin. Keling buni bu yerda uzun qilib yozmaymizda. Yuqorida men bu yerga user ID deyman. User ID deb men bu user ID ga teng deb olamiz. Mana buni olaman bu yerda. Bunga teng qilamiz. Effective user ID. Xo'p. Effective user ID deymizda buni bu yerga qo'yamiz. Xuddi shu holatda yana bitta, hop, yana user ID bo'lsa, endi chat ID kerak bo'ladi bizga. Chat ID ni hop, update deymiz. Nuqta effective chat ID. Mana bu chatning ID'si kerak bo'ladi bizga. Xuddi shu chat ID ni bu yerga qo'yishimiz mumkin. Hop, keyingisi endi action, bizga nima action kerak? Actionning nomini beramiz. Action nomi record voice. Turli xil actionlar bor. Buni o'zini ya'ni mana shu modulni o'zini sahifasiga kirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Telegramni o'zini actionlar bor. Ana shulardan foydalanishingiz mumkin. Record voice degan action bor. Xo'p, buni saqlanib qilamiz hozircha va pastga tushib qanday ishlayapti bitta ko'ramiz. Ya'ni davomini yozishdan oldin bu yerga kelamizda. Endi app,
yana keyingi handlerimizni qo'shamiz. Add handler. Endi bunimiz komanda bo'lmaydi, balki shunchaki text xabar bo'lgani uchun bizda command handler emas, balki message handler degani bor. Message handlerga Xo'p, endi biz yuqorida esingizda bo'lsa, mana bu yerda filters degani bor edi. Filtrlar. Bu filtrlar mana shu kerak bo'ladi bizga. Shundan foydalanamiz. Filtrdan foydalanib, birinchisi filters bo'lsa, filters nuqta hop text deymiz. Faqatgina bizga text kerak. Hop, text kerak bo'ladi. Undan keyingisi o'sha handlerimiz. Handlerimizning nomi nima edi? Text to speech. Text to speech handler. Hop. Endi buni saqlanch qilamiz. Botimizni bitta to'xtatamiz. Yana boshqatdan yurg'izamiz. Hamma, ya'ni berilgan narsalar to'g'ri ishlash uchun. Nima deyapti? Has no attribute text has no. Hop, men buni menimcha mana bu yerda xato qilamiz menimcha. Filters text mana bu katta harf bilan yozilar ekan, mana. Saqlanch qilamiz. Botimizni yana boshqatdan yurg'izamiz. Men bu yerda kichkina yozganimni katta qilib qo'ydim. Shuni hisobiga endi xudo xolasa to'g'ri ishlash kerak. Mana botimiz ishlayapti. Endi kelamiz. Xo'p, botimizni ochamiz. Birorta xabar jo'natib ko'ramiz. Masalan, salom. Mana e'tibor bering. Yuqorida, mana bu qismda tepada recording a voice message turibdi. Mana shunaqa turaveradi bu. Mana, o'sha ketdi. Ko'rdingizmi? Ma'lum muddat shunaqa turdi va yo'qoldi bu. Yana bitta salom deb ko'ramiz. Yana ketyapti, ko'ryapsiz? Hozir to'xtaydi. Bo'ldi. Mana ko'rdingiz. Xuddi shu holatda mana shu narsani bizga shu effektni beryapti. Mana bu qism xuddi mana shu chiziqda yozgan kodimiz mana shu effektni beryapti. Mana endi biz foydalanuvchidan kelgan tekstni, ya'ni bu yoqda kelgan user textni audioga o'zgartirish jarayonini boshlasak bo'ladi. Buning uchun bizga mana bu HTTPS o'rnatgan modulimiz kerak bo'ladi. Buni install qilib oldik, o'rnatib oldik. Mana shundan foydalanib hozir biz tekstni audioga o'zgartirish jarayonini boshlaymiz. Try acceptdan foydalanamiz, sabab bu jarayon davomida qandaydir bir muammo bo'lishi mumkin. Agar muammo sodir bo'lsa, botimiz o'zidan o'zi to'xtab ishlamay qolishi bu yaxshi emas, balki foydalanuvchiga muammo haqida ma'lumot bersak yaxshi bo'ladi. Xo'p, demak, try deymiz va keyingi qismi accept bo'ladi. Accept qismi exception beradi bizga. Buni i deb belgilab olamiz. Xo'p, muammo bo'lganda keling, qisqa bo'lgani uchun sirazi yozib qo'yaylik buni. Await deymizda nimadir muammo sodir bo'lgan paytda, hop, update deymiz. Messagega reply with text deymiz. Reply text va textga biz muammoni, shunchaki foydalanuvchiga aynan muammo haqida aniq bir ma'lumot berishimiz shart emas, shunchaki muammo sodir bo'ldi deb qo'ysak bo'ldi. Kechirasiz aytishimiz mumkin. Nima deymiz? Audio deymiz. Hop, audio yaratishda, misol uchun, audio yaratishda muammo sodir bo'ldi. Qayta urinib ko'ring deymiz. Qayta urinib ko'ring. Mana, mabodo muammo sodir bo'lsa, xuddi shu holatda foydalanuvchiga biz ma'lumot berishimiz mumkin. O'zimiz uchun ham konsolga, ya'ni muammoni aniqroq nima muammo sodir bo'lganini ko'rinish uchun bu yoqda print qilib chiqaramiz. Xo'p, TTS deymizda, TTS error deylik buni, muammo va muammoga mana bu i dan foydalanamiz. Ya'ni mana bu i bizni muammomiz haqida ma'lumotlar saqlangan variable hisoblanadi. Mana i dan foydalandik. Bo'ldi. Muammo qismi hal bo'ldi. Endi asosiy qismiga o'tamiz. Bu yerda biz audioni, tekstni audioga o'girishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda biz TTS engineimizni ishga tushirib olishimiz kerak. Buning uchun bitta variable ga ishga tushirib belgilab olamiz. Communicate deylik bu variable'da. Xo'p, keyin yuqoridagi esingizda bo'lsa, mana bu HTTPS ni xuddi shu yerda olamiz. HTTPS deymizda bundan communicate degan klassi bor. Mana shu klassni yoki module deysizmi, shuni mana shunga biz ikkita argument berishimiz kerak. Birinchi argumentimiz o'sha text, audio qilmoqchi bo'lgan tekstimiz va ikkinchi argumentimiz foydalanmoqchi bo'lgan modelimiz. Mana. Xo'p, demak default voice turibdi, o'zini voice'i. Bundan foydalansak ham bo'ladi, lekin mana bu
qiz bola ovozidan foydalanishni tanladim man. Shuning uchun mana bu o'zim Uzbek Voice modelini bunga beraman. Ya'ni argument sifatida uzatamiz. Xo'p, user text birinchisi. Keyingisi modelimiz Uzbek Voice. Nuqta qo'yib qo'ydik bu yoqqa, asli virgul bo'lish kerak. Uzbek Voice mana bu bo'ldi. Ana endi bundan chiqqan natijani, ya'ni mana shu miyasini ishga tushirdik va bundan bergan bizga audio natijasini alohida faylga saqlanib qilib olishimiz kerak. Xo'p, await deymiz, chunki bu jarayon vaqt oladi. Communicate mana bu variableimizni olib, bunga buni save metodidan foydalanamizda. Endi bizga berilgan fayldan foydalanamiz. Ya'ni audio file name. Fayl nomidan, ya'ni biz belgilagan fayl nomimizdan bu yoqda faylning nomini belgilab qo'ydik. Mana shuni fayl nomi deb belgilaymiz. Bu fayl bizga nima uchun kerak? Bu fayl nomi keyinchalik bu jarayon tugagandan keyin ana shu audio faylni o'chirib tashlaymiz o'zimizning bazadan. U yoqda Telegram botga jo'natib qo'yib, bu yoqda bazadan o'chirib tashlaymiz. Chunki bizga kerak emas u. Xo'p, bu bo'ldi. Endi keyingi jarayonimiz faylni saqlanib qilib bo'lgandan keyin ana endi biz ana shu faylni olib Telegramga jo'natishimiz kerak. Xo'p, bu uchun biz birinchi faylni ochib olamiz. Xo'p, with open dan foydalanamiz. Bu yerda xo'p, audio file name ni olib, xo'p, RB uzatamiz. Xo'p, bu yerda buni as voice file deylik. Buni shunchaki voice file deymiz bu yerda. Narigi bilan bir xil bo'lmasin. Bunimiz fayl bo'ladi. Ya'ni buni o'qidik, faylni ochdik, bu yoqda yaratilgan mana bu saqlanib qilingan faylni ochib, buni biz voice file deb variable ga belgilab oldik. Mana shundan foydalanamiz endi. Ana endi biz yana await dan foydalanamiz, sababi bu o'sha kutiladigan, vaqt oladigan jarayon. Update ni olib, messajlarimizga, ya'ni messajimizga, hozirgi chatimizga endi text emas, balki reply voice deymiz, sabab voice uzatmoqchimiz yoqqa biz. Voice deb. Xo'p, endi bu yerda biz birinchi navbatda o'sha faylimizni beramiz. Xo'p, voice faylimiz, xo'p, mana bu joyda nomini biroz xato yozibman. Voice file deylik, aniqroq bo'lish uchun. Voice file, mana buni berdik. Endi xohlasangiz, bu xohishingiz caption ham berishingiz mumkin. Caption bu o'sha audioni tagida yozib qo'yilgan qo'shimcha ma'lumot, text bo'ladi. Caption deylik. Captionga nima desak bo'ladi? Xo'p, masalan, oddiy qilib katta harf bilan mana sizning matningiz aytaylik audio shaklda. Bo'ldi. Mana shu holatda bersak bo'ladi. Endi bu bo'ldi. Mana bu chatga jo'natdik buni. Chatga jo'natganimizdan keyin nima qilamiz? Error bo'ldi. Bular hammasi bo'ldi. Endi biz ana shu faylni o'chirib tashlashimiz kerak. Chunki bizni kompyuterimizda bu turishi keragi yo'q. Endi xohlasangiz nimadir qilishingiz mumkin u fayl bilan. Siz haqiqiy bir bot yaratib, serverga yuklayotgan bo'lsangiz, lekin hozirgi vaziyatda bizga kerak emas. Odatdan buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, bu yerda endi yana bitta blok qo'shamiz, buni finally deymiz. Finally qismida oxirida hamma jarayon tugagandan keyin mana shu qismi, bu kodni shu qismi yuradi. Xo'p, bu yerda aytishimiz mumkin if deymiz. Agar o'sha yaratilgan fayl bo'lsa, mabodo muammo bo'lib yaratilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar muammo, ya'ni fayl yaratilgan bo'lsa, o'chirib tashlaymiz o'sha faylni. OS dan foydalanamiz. OS path deymiz. Path, ya'ni o'sha faylga bo'lgan yo'lni topamiz. Exists, ya'ni ana shu fayl bormi? Exists degani mavjudmi degani. Mavjud degan so'z audio file. Xo'p, audio file name. Mana nima uchun bizga kerak audio file name. Audio file name tepadagi mana bu yaratganimiz, ko'ryapsiz. Mana shu agar bo'lsa nima qilamiz? Ana shuni mana endi yana OS dan foydalanyapmiz, boyaga aytganim. Remove, o'chirib tashlaymiz. Remove qilib audio file name ni beramiz. Ana shu file name ni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, saqlanib qilamiz. Xudo xolasa bo'ldi. Endi botni bitta o'chirib boshqatdan yana ishga tushiramiz. Qani ko'ramiz, xudo xolasa muammo bo'lmasa botimiz yaxshi ishlashi kerak.
Xo'p, qani ochib ko'raman. Telegramni ochamiz. Mana bu yerda endi birinchi navbatda hop, hammalarni komandalarni tekshirib ko'rdik. Bitta tekshiramiz yana komandalarni. Birinchi startdan boshlaymiz. Start. Komandamiz ishlayapti. Keyingi komandamiz help. Bu ham ishlayapti. Endi tekst xabar yuborib ko'ramiz. Misol uchun salom. Hop, mening ismim masalan hop Shohrux. Qani, jo'natib ko'ramiz. Ops, ko'ryapsiz, mana nima bo'ldi? Audio qaytarib kelindi. Endi ko'ramiz. Sizlarga eshitiladimi yo'qmi? Bitta bosib ko'raman. Salom, mening ismim Shohrux. Xo'p, ajoyib. Keling boshqa matn jo'natib ko'ramiz. Mana bu matnni o'zini kopirovat qilaman, yuqoridagini mana. Xo'p, buni kopirovat qilib, mana shuni o'zini jo'natib ko'raman. Ya'ni bot o'zi haqida gapirgani. Jo'natamiz. Mana record a voice message bo'lyapti. O'sha keldi mana. Bosamiz. Assalomu alaykum admin. Men Pitxon botman. Menga text xabar yuboring va men audio xabarga o'zgartirib beraman. Yaxshi, zo'r. Faqatgina bu yerda bitta ikkita so'zlar turibdi. Mana Python degan so'z turibdi, inglizcha so'z. Xo'p, botman deganni ham g'alati aytdi. Inglizcha so'zlar, ya'ni o'zbekcha so'z bo'lmagani uchun biroz g'alati aytyapti, lekin xullas biz natijaga erishdik. Mana shunaqa holatda siz demak botni yaratishingiz mumkin. Mana xudo xolasa yaxshi ishlayapti. Endi yana bitta tekst yozaman. Agar sizga video darslik yoqgan bo'lsa, obuna bo'ling. Qani, mana shuni jo'natib ko'ramiz. Eshitamiz? Agar sizga video darslik yoqgan bo'lsa, obuna bo'ling. Ajoyib. Umid qilamanki, hozir men buni zaps qilyapman. Mana bu kompyuterning o'zidagi ovozim eshitilyapti sizga. Xudo xolasa, bugungi darsligimiz tugadi. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa, bundan ham qiziqroq darslar chiqadi. Agar sizga yana qandaydir bir Telegram bot qilish kerak bo'lsa yoki Pythonda nimadir qilish kerak bo'lsa, o'zingizga qiziq bo'lgan narsalarni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shunga qarab, mana shundan ideya olib, men yangicha chiroyli darslarni xudo xolasa yaratib borishga harakat qilaman. Salomat bo'ling. Agar sizga videodagi yozilgan barcha komanda va kodlar kerak bo'lsa, meni sahifamdan topishingiz mumkin. Bu sahifaga silkani kommentariy va opisaniyada albatta yozib qoldiraman. Bu yerda barcha videoda ishlatilgan narsalarni hammasini topishingiz mumkin.